Yana bir misol, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida ham vaziyat keskin tus olgan. Telegram ijtimoiy tarmog'idagi tuman imomlaridan tashkil topgan mana bu guruhga tuman bosh imom xatibi Sotqinxon o'g'li Saydahror Yusupov tomonidan quyidagi mazmundagi topshiriq berilgan. Imom domlalar, tumandagi hamma masjid kolonkalarining ovozini pasaytirish chorasini ko'ringlar. Ertadan o'zim borib ko'raman. Azonni faqat ichkaridagi qavm eshitsa bo'ldi ekan. Topshiriqqa izoh qoldiring va darhol ishga kirishinglar. Vaziyat shunday. Xabarda keltirilishicha, tumandagi barcha masjiddagi ovoz kuchaytirgichlarni olib tashlash, azon ovozini butunlay pasaytirish haqida topshiriq berilgan. Azon Globalning ismini oshkor etishni istamagan manbasiga ko'ra, masjid imomlari ushbu topshiriqni bajarishga majburlangan. Agar bajarmasa, keskin chora ko'rish bilan qo'rqitilgan. Hatto Qashqadaryoda bunga qarshi bo'lgan masjid imomlariga nisbatan